bemalol o'tirib joylasha olsanglar bo'ladi. Sababi biz hozir 120 kvadrat metrli 5 xonali uyimizga keldik. Videomiz ozgina cho'ziladi, lekin shunga yarasha ko'rishga arziydi deb o'ylayman. Yevro remontli tayyor 5 xonali uyimiz hamma mebel texnikalar bilan sotuvga chiqdi. Domimiz ham yo'l yuzida joylashgan. Orientirimiz esa Billur to'yxonasi. Yunusobod 4-kvartal 5 xonali 3-etaj 9 etajli domimiz. Hamma xonlarimiz alohida, umumiy maydonimiz esa 120 kvadrat metr. Remontlariga bitta o'zingizlar baho berasizlar. Xo'p, kirishimizdan prixoshkamiz keng. Mana bu yoqqa trimolar chiroyli qilib o'yinlar qilib qo'yishgan, stroniy shkaflarimiz bor. Hamma narsalarimiz qoladi, faqatgina shu zaldagi ayrim narsalarimiz chiqib ketadi. Bu xonamiz detskiy xona. Bu xonamiz ham keng, razmerimiz 3 metrga 4 metr. Bu tesena bitta detskiy xonamiz joylashgan. Bu yoqqa ham partalarimiz qo'yilgan. Detskiy kratlarimiz bor, stroniy shkaflarimiz, hamma narsalarimiz bor. Remontlarimiz juda ham chiroyli, plyuslarimizga ham bonus podsvetkalar tashab ketishgan ekan. Bu esa yana bitta detskiy xonamiz, egalari buni как отдыхающий xona qilib qo'yishgan ekan, mehki mebellarimiz qo'yilgan. Bu esa родительский spalniy xonamiz. Bu xonamiz ham keng, полностью spalniy garniturlarimiz qo'yilgan, televizorlarimiz bor. Remontlarimiz juda ham chiroyli. Mana bu yoqqa ham egalari mana Ariston qo'yib qo'yishdi. 1 yilda 2 marta issiq suv o'chadi, shuni hisobiga Ariston qo'yilgan. Stiralkalarimiz ham tayyor turibdi. Hamma narsani o'ylab qilingan ekan bu yerda. Mana hammomimizga ham dushovoylar qilib, rakvinalar qo'yilgan. Bu esa zal xonamiz. Zal xonamiz ham keng, razmerimiz 4 metrga 5,5 metr. Faqatgina shu xonadan mehki mebellarimiz bilan televizorimiz chiqib ketar ekan, konditsionerlarimiz bor, tayyor. Xohlasanglar narxini kelisha olsak, qoldirishligi ham mumkin egalari. Bu esa hojatxonamiz. Bu esa mana oshxonamizdan balkonga olib chiqib, bu yoqqa mana mehki mebellarimizni qo'yib qo'yishgan, bemalol ovqatlanish uchun televizorlarimiz osilgan. Bu esa balkonimiz 2 ga 6 metr, полностью hamma joyini kuxniga turlar qilib, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Полностью mana stroniy shkaflarimizda, xolodilnikimiz Goodwill, hamma texnikalarimizda Goodwill yaxshi texnikalar qo'yilgan. Vichkalarimiz ham tayyor, romlarimiz ham juda ham yaxshilarini qo'yilgan. Remontni egalari o'zlari uchun qilishgan. Domimiz ham yo'l yuzida joylashgan. Narxini esa uy egalari 133 ming deb aytishyapti. Kvartirangiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.